Sergeli Betonkada Sokin makon жилой kompleksida 2 xona 63 kvadrat 16 etajli domning 11-etajida arzon narx kanalida 49900 dollarga berib yuborilyapti. Mana baquvvat ikkita liftlari bor, ikkalasi ham ishlab turibdi. Padiz mana akkuratni, toza, chapga burilganda to'g'ridagi kvartira. Kirganimiz ona prixoshka, shkaflar uchun joylar tashlab ketilgan. Bu yerda odam yashagan, uborkani oxirigacha qilmagan ekan, lekin biz ko'rsatib o'tiramiz. Ota-onalar yotoqxonasi, balkoni bor. Zali, oshxonasi va bu yerda ikkita sanuzeli. Mana bu yerda ota-onalar yotoqxonasi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Emulsiya, gos remont qilingan. Bemalol ko'chib kirib yashayverasizlar. Bu tarafda mana reshotkalar qilib qo'yilgan. 1.20 ga taxminan 3 metrlik kattakon balkoni, tagida sentyabrda ishga tushadigan kattakon davlat maktabi. Bu ham katta qulaylik. Sanuzellari mana alohida. Aboy naqaga kafil qo'yib qo'ygan ekanlar, lekin oxirgi uborkani qilinmagan ekan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu tarafda ikkinchi xonasi kattakon zali, ikkita roma bor, ikkita reshotkalar qilib qo'yilgan. Zali kattagina ekan. Bu yoqda mana oshxonasi. Gazda ovqat qilinadi, gazda isitiladi, sovuq suv. Atapleniya ham qishda isitiladi. Yashashga tayyor. Lokatsiyani ko'rishlaringiz mumkin. Sergeli Betonkada, metall zavodi yo'lida. Bu tarafimiz ana Sergeli 5-metro bekati. Taxminan 3-4 ostanovkalik yo'l. Mana Chinor metro bekatidan tushib o'ng qo'lga 3 ostanovka yurilganda mana betonga keladi. Shu yerda mana korzinkalar ochib qo'yilgan. Yangi kvartal mana. Lokatsiyasi yaxshi joyda. Yonida maktab qurilyapti. Bog'cha ham xususiy bog'chalar bor. 63,1 kvadrat 16 etajlining 11-etajida taqalgani 49900 dollar. Avtomobilga aloqa qurasizlar. Ipoteka kredit subsidiyalarga berilmaydi, faqat naqdga beriladi. Arzon variantlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.